Assalomu alaykum. Ismim Madina. Asahi Books nashriyotida tarjima muharrir sifatida ishlayman. Bugun sizlarga o'zim tarjima qilgan Dune kitobi haqida taqdimot qilib bermoqchiman. Xo'p, bu asar o'zi ilmiy fantastik janrda yozilgan. Muallifi Frank Herbert, o'zi o'zbek kitobxonlari orasida unchalik ham mashhur emas, lekin yaqinda bu asar asosida ishlangan filmdan keyin mashhur bo'lib ketdi. O'zingizlar ham ko'rgan bo'lsanglar kerak. Asar muallifi haqida gapiradigan bo'lsam, muallif ismi Frank Herbert. Asarni mavzusini, u qamrab olgan mavzularni tushunish uchun birinchi muallifni miyasida qanaqa mavzular borligini tushunib olishimiz kerak deb o'ylayman. Frank Herbert o'zi Amerikada tug'ilgan. Hech qachon kollejni ham yakunlamagan, tugatmagan odam bo'lgan, lekin o'zini alohida qiziqishlari bo'lgani uchun kollej nima deydi, tarkibidagi hamma fanlarni emas, faqat o'zi xohlagan fanlarni o'qigani uchun hech qachon kollej tugatmagan ekan va har xil sohalarda ishlab yurgan. O'zi respublikachi bo'lgan, respublikachi senatorga speech writer bo'lib ishlagan, undan tashqari jurnalist bo'lib ishlagan, environmentalist bo'lgan, ya'ni ekolog shunaqa ishlar bilan shug'ullangan. Keyin jurnalist sifatida Oregon shtatida bitta gazetada ishlagan va bugun biz gaplashayotgan asar haqidagi g'oya ham shu Oregon shtatida jurnalist sifatida ishlayotganda qumtepalar ko'chish haqida maqola tayyorlash topshirig'i berilganda paydo bo'lgan ekan. U material to'plash uchun shu qumtepalarni kuzatishga borganda shu narsa uni qanaydir o'ziga tortib, jalb qilib, keyin unda shu Dune asarini yozish g'oyasi paydo bo'lgan. Bu Frank Herbert keyin bu ishga alohida qattiq kirishib ketib, cho'lni qanaydir biz ko'zimizga ko'rinadigandan ko'ra alohida bir yaxlit tizim sifatida ko'rish boshlagan. O'sha paytda endi 1959-yilda yozish boshlangan, Dune 6 yil davomida yozilgan. 59-yillarda aktual bo'lgan mavzular bu shu o'sha paytda neftga qaramlik yoki neftni umuman resurs sifatida ahamiyati oshishi bo'lgan va bu kitobda ham bu narsa o'zini aksini topgan. Undan tashqari bu feodalizm haqida ham yozgan. Herbertni bir gapi bor, u aytadi, insoniyat qanaqa tizim o'rnatishdan qat'iy nazar baribir oxiri feodalizmga borib taqalaveradi degan gapni aytgan ekan. Ya'ni baribir shunaqa feodal va uni qaram odamlari bo'lgan tizimga qaytaveradi degan va bu Frank Herbert ko'pincha fanatik mutaassiblik haqida ham ko'p gapirgan ekan. Ya'ni bir kishiga yoki shaxsga sig'inish haqida ko'p gapirgan ekan. Inson salohiyati. Bu paytda hozirgiga o'xshab, u paytda ham qanaydir kompyuterlar rivojlanish boshlagan va kompyuterlar odamlarni yengadimi, oxirida odamlar ketib kompyuter qoladimi degan bahslar bo'layotgan payt bo'lgani uchun Frank Herbert aynan inson salohiyatini qanchalik oshirish mumkin degan savollarga javob qidirgan va bu kitobda ham shu aks etgan. Endi asarni o'zi haqida gapiradigan bo'lsak, Frank Herbert ilmiy fantastik asarlar yozish bo'yicha qanaydir shu janrni boshlab bergan odamlardan bittasi desak ham bo'ladi. Ya'ni ilmiy fantastik janrdagi kitoblar orasida eng to'liq shakllangan kitoblardan biri bu Dune hisoblanadi. Eng to'liq shakllangan deganda nimani nazarda tutamiz? Bunda o'sha olamga tegishli deyarli hamma narsa ishlab chiqilgan. Masalan, xaritasi, tillari yoki bo'lmasam dinlari haqida alohida to'xtalib ma'lumotlar berilgan. Bu narsani biz masalan Tolkienni Uzuklar hukmdori asarida ham ko'rishimiz mumkin. Kitob bilan birga uni xaritasi, elflarning tili, hammasi haqida Tolkien o'zi alohida yozib ketgan. Dunada ham xuddi shunaqa. Hatto o'sha olamning ekologiyasi haqida ham hamma ma'lumotlar to'liq berilgan. Va bu asar qanaydir o'zini ahamiyati yoki mashhurligi jihatdan mana shu ko'rib turganingiz 3 ta asar bilan deyarli teng desak ham bo'ladi. Masalan, hammamiz bilganimiz George Martinni ko'pchilik Taxtlar o'yini deb biladi. Bu ham kino bo'lgandan keyin mashhur bo'lgan
yoki Aziz Azimovning asarlari bilan bir qatorda ko'riladi Amerikada va nima deydi, biz Garri Potterni bilganimizdek, bu ham o'smirlar orasida keng o'qiladigan kitoblardan biri va o'zi Duna kitobi 6 qismdan iborat. Kitob nega Duna deb nomlangan degan savolga kelsak, Duna bu mana shu Frank Herbert yaratgan olamdagi bir sayyorani nomi. Agar kinoni ko'rganlar bormi? Xo'p, kinoni ko'rganlar bo'lsa, undagi voqealar qachon sodir bo'lyapti deb o'ylaysiz? Masalan, yili hozirgi davrdami, o'tmishdami, kelajakdami? To'g'ri, kelajakda bo'ladi, lekin bir qarashda kelajakdek ko'rinmaydi. Chunki unda biz hozirgi kunda o'rganib qolgan texnologiyalar yo'q, kompyuterlar yo'q. Hozirgina Ferzaki gapirib o'tgan mavzu ham bu kitobda bor, ya'ni kompyuterlar bilan jang. Xo'p, bu Duna asari hozirgi paytdan bir 10 ming yil kelajakda sodir bo'lyapti voqealari va unda insoniyat o'zi ona yer sayyorasidan butun dunyoga, koinotga tarqalib ketgan. Avval sivilizatsiya yerda paydo bo'lgan, keyin ilm-fan, texnologiya rivojlanishi bilan kosmik sayohat imkoniyati paydo bo'lgandan keyin odamzod har xil sayyoralarga, galaktikalarga tarqalib ketgan. Va bu biz o'qiydigan asarda bir nechta sayyoralar bor. Asosiy voqealar sodir bo'ladigan sayyora Arrakis, biz bosh qahramonimiz tug'ilgan sayyora Kaladan, bosh qahramonimizni dushmani yashaydigan sayyora Gizi Prime, X, Kaytan, Paritrin, Salusi Secundus, Tleilax, shunaqa sayyoralar bor va kitob davomida odamlarni sayyoralardan sayyoralarga sayohat qilib yurishini ko'ramiz. Endi boya aytgan narsam Batler jihodi, bu odamlar bilan kompyuterlar o'rtasidagi jang. Bu Batler jihodida insoniyat shunaqa bir darajaga yetadiki, hamma ishni kompyuterga topshirib qo'yadi va kompyuterlar odamlarni manipulyatsiya qilish boshlaydi. Manipulyatsiya qilish boshlagandan so'ng oxiri bitta yagona qarorga kelib, unga kompyuterlarga qarshi urush boshlashadi va urush boshlangandan keyin kompyuterlar yengib, oxiri yakuniy qarorga kelib, bo'ldi, inson ongiga yaqin bo'lgan, insondek o'ylay oladigan, insondek qaror qila oladigan texnikalar yaratmaymiz deyshadi. Bizga yordam beradigan yengil texnikalar bo'lishi mumkin, lekin ongli, ya'ni o'ylash darajasidagi texnikalar yaratmaymiz deyshadi. Bunaqa texnikalar yaratsak, ya'ni inson ongi dangasalashadi, biz kompyuterlar qo'lida qulga aylanamiz va odamzod qiyinchilikni ahamiyatini yo'qotib qo'yadi degan, unutib qo'yadi degan qarashlar bilan shunaqa qaror kelishadi. Va Batler jihodidan keyin texnologiyalar shu kompyuter texnologiyasi yo'qolgandan keyin insoniyatni aqliy salohiyatini o'stirish uchun bir nechta maktablar paydo bo'ladi. Ulardan maktablar paydo bo'ladi. Ular har xil tomondan shu odamlarni o'qitib, tarbiyalay boshlashadi. Bularni ordenlar deb atashadi. Bulardan bittasi masalan Suk maktabi. Suk maktabi asosan shifokorlar tayyorlash bilan shug'ullanadi. Bene Gesseritlar bu ayollarni ordeni hisoblanadi. Ular masalan ayollarni o'qitish bilan shug'ullanishadi va yana bitta odam kompyuterlar ham paydo bo'ladi. Mentatlar deb atashadi. Bular o'sha kompyuter masalan sekundiga millionta amal bajarsa, mentatlar ham sekundiga milliardlab amallar bajara oladigan odamlarga aylanishadi. Ya'ni bular yoshligidan tug'ilgandan mentat sifatida tarbiyalay boshlanadi. Kompyuter o'rnini mana shunaqa mentat odamlar egallaydi. Biologik mavjudot, lekin uni aytyapman-ku, mentat bo'lish uchun yoshligidan alohida tayyorlab kelishadi-da. Shunaqa aql mental arifmetika. Odam kalkulyator desak ham bo'ladi. Shunaqa. Xo'p, endi bizni Duna kitobimizda 3 qutbli dunyo bo'ladi. Ya'ni hokimiyat 3 ga bo'lingan. Xo'p, hokimiyatda asosiy kuchlar. Birinchisi imperator xonadoni, ikkinchisi keyingisi Landsrat kengashi.
Hop, Dunada sayyoralar bor. Masalan, sizlarga 6 ta yoki 8 ta sayyorani ko'rsatdim. Har bir sayyorada bittadan xonadon yoki sulola hukmronlik qiladi. Ana shu sayyoralarda hukmronlik qiladigan sulolalarni kengashi bor. Uni Landsrat deb atashadi. Ana shu Landsrat kengashi ham qanaydir o'sha dunyoda katta kuchga ega bo'ladi va fazoviy gildiya. Fazoviy gildiya bu transport desak ham bo'ladi. O'sha galaktikalararo, koinot sayyoralararo transport tashish vazifasini bajaradi. Va yana bitta, lekin o'zini qanaydir siyosiy ishlarga aralashishini tan olmaydigan orden ham bo'ladi. Bu Bene Gesserit ordeni. Bunda o'sha ayollar tashkiloti bo'ladi, ayollarni o'qitadigan maktab. Lekin bu ko'proq diniy ishlar bilan shug'ullanadigan orden bo'ladi va asosan mana shu 3 ta kuch dunyoda rol o'ynaydi. Bene Gesserit nisbatan yashirin ish qiladi. Endi Bene Gesseritlar o'zi haqida gapiradigan bo'lsak, Bene Gesseritlar ordeni ularni yashirin bir desa bo'ladi. Yashirin bir ming yillardan beri bajarib kelayotgan ishi bo'ladi. Sxemasi bo'ladi. Bu shu qanday genlarni tanlangan yo'l bilan chatishtirish orqali bir mukammal odam yaratishday narsa. Ya'ni har bir suloladan odamlarni tanlab olib, ularni o'zlari bilgan, o'zlariga genidagi xususiyatlari tanish bo'lgan odamlar bilan nikohlash orqali odamlar qanaydir necha ming yillardan beri o'zlari istagan odamni yaratishga harakat qilib kelishayotgan bo'ladi. O'sha odam nomi Kvizats Haderach bo'ladi va bugun biz gapirayotgan asar qahramoni ana shu odam bo'lib chiqadi. Xo'p, endi Bene Gesseritlar haqida, Bene Gesserit ayollari, Bene Gesserit maktabida tarbiyalangan ayollar haqida gapiradigan bo'lsam, ular shunchalik o'z tanasini nazorati bo'yicha shunchalik darajaga yetishganki, masalan, homilador bo'lsa, homilani ayol yoki erkak bo'lishini ham o'zi belgilaydigan darajaga yetishadi. Xo'p, endi oldinroq aytganimdek, o'sha 60-yillarda neft mavzusi ko'tarilgani uchun Frank Herbert bu asarda neft mavzusini ham kiritib ketadi. Biz bilgan shu Duna dunyosida neft o'rnida melanj bo'ladi. Uni kitobda ziravor deb berishadi. Bu melanj boya aytganimdek kompyuterlar yo'q endi. Kompyuterlar yo'q bo'lgandan keyin odamlarni aqlini o'stirish uchun mana shunaqa ziravordan foydalanadigan bo'lishadi. Bu ziravorni iste'mol qilsangiz, qanaydir masalan, mentatlar shu ziravor iste'mol qilsa, o'ylash kuchi 10 barobar, 100 barobar oshadigan bo'ladi. Xo'p, endi bu ziravor bundan tashqari o'sha fazoviy gildiya dedik, sayyoralararo tashishlarni olib boradigan gildiyani ishlari ham mana shu melanj bilan bo'ladi. Xo'p, endi undan keyin bizning bosh qahramonimiz Atreides oilasi, Atreides sulolasini merosxo'ri Paul Atreides bo'ladi. Bu Paul Atreidesni otasi mana shu ziravor ishlab chiqariladigan asosiy yagona sayyora, Duna olamidagi ziravor ishlab chiqariladigan yagona sayyora Arrakisga xullas hukmdor, gubernator qilib saylanadi imperator nomidan. Lekin aslida bu tuzoq bo'ladi. Imperator bu Polni otasidan qutulish uchun shunaqa ish qilgan bo'ladi. Endi Arrakis sayyorasi haqida gapiradigan bo'lsak, Arrakis sayyorasi juda ham bir o'ziga xos sayyora bo'ladi. U to'laligicha qumlardan, cho'ldan iborat sayyora bo'ladi. Suv umuman yo'q. Uni yana ham bir o'ziga xos tarafi, unda bir ajoyib maxluqlar bo'ladi. Bunda inglizchasida worms deb berilgan, biz qum qurtlari deb tarjima qildik. Ularda mana shu ko'rib turganingizdek, ulkan bahaybat qum qurtlari bo'lgan. Eng kichkinasi 3 metrdan 9 metrgacha bo'ladi deyishgan, lekin ba'zilari 40 metr shunaqa juda ham katta bo'ladi. Xuddi yomg'ir chuvalchangini kattalashtirib qo'yilganga o'xshaydi. Xuddi chuvalchangda halqalar bo'lgandek, bularda ham halqalar bo'ladi.
shu Arakis sayyorasini eng qo'rqinchli tomoni shu cho'l qurtlarini borligi. Va Arakis sayyorasida tub aholi ham bor. Bu tub aholini fremenlar deb atashadi. Fremen o'zi fremen so'zidan ko'rgan bo'lsangiz, freeman deganday erkin xalq, ozod xalq, cho'lda yashaydigan cho'l aholisi, Arakisni tub aholisi. Endi rasmda ko'rib turganingizda ular bir o'ziga xos turmush tarzida yashashadi, chunki ularning yashash muhiti ham o'zgacha. Bu suv yo'q, umuman juda ham issiq, faqat kunduzi tashqariga chiqish imkoni yo'q. Fremen asosan kechasi ishlaydigan bo'lishadi. Ko'rib turganingizdek kunduzi yoki umuman har doim mana shunaqa maxsus kostyumlar kiyib yurishadi. Bu kostyumlar ularni tanasida namlik yo'qotmaslik uchun yordam beradi. Ular maxsus ularni qabila bo'lib yashashadi, qabila tuzumida yashashadi va ularni yashaydigan joyini siech deb ataymiz. Bu siech qanaqadir yer osti g'origa o'xshaydi. Yer osti g'orida qanaqadir uylar qazib, o'zlariga sharoit yaratishgan bo'ladi va bularda fremen xalqida hayot suvi degan narsa ham bo'ladi. Hayot suvi bu o'sha Arakisdagi qumqurtlar bilan bog'liq, qumqurtlar orqali olinadigan suv bo'ladi. Va fremenlar orasida suv intizomi degan narsa ham bo'ladi. Suv fremenlarda juda ham muqaddas hisoblanadi va hurmat pul birligi ham suv bilan o'lchanadi, hurmat ham suv bilan o'lchanadi. Masalan, fremenlarda yig'lash, ko'z yosh to'kish eng nima deydi? Marhum uchun bildirishingiz mumkin bo'lgan eng nima deydi? Oliy nima u? Marhumga nima qilamiz? Hamdardlik bu yig'lash. Ya'ni chunki siz yig'laganda suvdan ayrilyapsiz. Arakisda suvni tanqis bo'lgani uchun, tanqis emas, yo'q bo'lgani uchun shu suv ya'ni bu shunchalik o'limdan shunchalik ta'sirlanibdiki, hatto suv yo'qotishga ham tayyor ekan degan narsa bo'ladi. Frank Herbert bu yoqda bir nima desam bo'ladi? Mutaassiblik haqidagi fikrlari fremen xalqi orqali ham bildirilgan. O'zi bu kitob juda ham falsafiy va diniy tomondan ham juda ko'p narsalar aytilgan. Endi Arakisni sayyorasini muhit haqida bildingiz, sharoit qanchalik og'irligini bildingiz. Mana shunaqa sharoitda yashaydigan odamlar mutaassiblikka juda ham moyil bo'ladi degan narsa bor. Mana shunaqa og'ir sharoitda yashaydigan odamlar har doim kimdir ularni kelib qutqarishini kutadi. Xaloskor qutqaruvchi kutadi deyshadi va yana o'sha bizning qahramonimiz Paul Atreides mana shu qutqaruvchi sifatida fremenlar orasiga keladi. Xo'p, endi qumqurtlar haqida gapirdim. Ular juda ham katta. O'sha Arakisda umuman dunyo olamida eng ahamiyatli bo'lgan ziravor ham mana shu qumqurtlari bilan bog'liq bo'ladi va hamma o'zi Arakis sayyorasidan juda ham ko'pchilik mana shu qumqurtlar sabab qo'rqadigan bo'ladi, lekin bizni fremen xalqimiz qumqurtlari bilan qanaqadir juda yaxshi aloqaga kirishib, oxiri qumqurtlardan transport sifatida foydalanadigan bo'ladi. Arakis katta sayyora, faqat qumlikdan iborat. Unda qanday qilib sayohat qilishingiz mumkin, bir joydan ikkinchi joyga yetib olishingiz mumkin. Xo'p, tuya yo'q, mashina yo'q. Bo'ronlar shunaqangi kuchli bo'ladiki, vertolyot yoki boshqa narsalar ucha olmaydi. Nima qilishadi? Qumqurtlarni jilovlab, egarlab, xuddi otni egarlaganday, qumqurtlarning ustiga minib uzoq masofalarga sayohat qiladigan bo'lishadi. Xo'p, endi kitobni hammasini spoil qilib qo'ymayman, chunki chiqqanda o'zingizlar o'qishinglar kerak. Shuning uchun Arakis shu Duna bo'yicha savollaringiz bo'lsa javob beraman. Hozircha shu. Keyin o'zimni fikrimni aytadigan bo'lsam, bu kitobdan o'zimga ham juda yoqdi. Boshida tarjima qilish boshlaganimda zerikarli kitob ekan deb o'ylagandim, lekin yo'q, unaqa emas. Juda ham qiziq kitob. Ayniqsa buni ekologiyaga oid qismlari juda ham yoqdi. Hozirgi paytda masalan global isish boshqa mavzular aktual bo'lib turganda o'qib
chiqishga arziydigan kitob. Bu kitob faqat bitta emas, biz hozircha faqat birinchisini tarjima qildik. Mana shu birinchi ko'rib turganingiz Dune deganini. Bundan tashqari yana 5 ta sequeli bor. O'zim o'qib chiqishni rejalashtiryapman. Ilmiy fantastik olam, xayolingizga sig'maydigan tasavvuringizni kengaytirmoqchi bo'lsangiz, bu kitob yaxshi tavsiya.